qilyapman. Oralig'i ochiq. Mana shu tekis Hamshahirlar, hamyurtlar. Seitjondan bilet oluvdik. Mana Xudoga shukr, molades. Hayot yo'q, eson-omon o'tdik, sog'-salomat, chiroyli qilib kuzatib qo'yishdi. Alloh nasib bo'lsa, hozir yana 1 soat yoki yarim soatdan keyin samolyotga chiqamiz. Xudo xolasa, men ham onlayn oluvdim. Hammasi yaxshi, zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Omadini bersin Seitjon. Hurmatli aziz mana. Oling bo'ldi. Pamela kompaniyaga mana shu narsa ehtiyoj bo'laman. Mana shunga ham hozir injiqlik qilyapman. Oralig'i ochiq. Mana shu tekis yopilgan bo'lishi kerak deyapti. Rushnoy qiladi. Men sizlarga qayta taklif o'tib ketaveraman. Pamela kompaniyaga bilet olishda yuklaringga обязательно ehtiyot bo'linglar. Chunki hozirgi kunda qancha to'lashlarni ham sizlarga hozir bir qator o'taman qancha to'lashlargacha 3800 dan 2500 dan to 5000 rublgacha yozib qo'ygan.